Lavina bilan quvvatlan. Harakatni to'xtatma. Maqsadingga yetasan. Boss, bu Lavina. Bu videoda biz eksperimentlar challenge-ni olamiz va bu challenge-imizda 3 ta raund bo'ladi va har bir raundda biz o'zimizga tavakkal tushgan noodatiy eksperimentlarni real hayotda xuddi videolarnikidek o'xshaydimi yo'qmi shuni sinab ko'ramiz va agarda o'xshasa biz 1 ball olamiz. O'xshamasa esa 0. Va o'sha raunddan keyin video oxirida kim kam ball yig'sa, o'sha Ommaxon kanalining eng omadsiz odami bo'ladi va obunachilarim bitta topshiriqni bajaradi. O'ylashim bo'yicha hammalar qoidalarni tushundinglar va demak endi navbat videoni boshlashga. Hammaga salom o'rtoqlar, men hozir Vyetnamdaman va shuning uchun ham bir hafta meni YouTube kanalimga video chiqmadi. Va men mana shu Vyetnamdan turib, mana bu tabiatni qaranglar. Mana shu yerdan turib sizlarga meni YouTube kanalimga obuna bo'lishingizni so'rab qolmoqchiman. Chunki o'rtoqlarim, agarda sizlar meni YouTube kanalimga obuna bo'lsanglar, men sizlarga juda ham qiziq videolarni har tanga chiqarib beraman va itaat meni kuzatib borishlar ichida juda ham ko'p foizi obuna bo'lmasa ham kuzatadi. Davайте mana shu to'g'rilik. Shuning uchun o'rtoqlarim, davайте obuna bo'linglar. Mana bulchamni qaranglar. Shunaqa qarash Vyetnamda, shunaqa vibe'da, mana bunaqa chiroyli joylarda hozir dam olishdaman va bu dam olishdan chiqib reyslarga YouTube video olib, bonuslarga qo'yib beraman. Shu uchun albatta o'rtoqlarim kuzatib boringlar. Va endi bo'lmasam challenge-imizga qaytamiz. Birinchi raund. Va endi bo'lmasam birinchi raunddan boshlaymiz va biz o'zimiz tekshirib ko'radigan eksperimentlarni idishdan ichidagi qog'ozchalardan emas, mana bunaqa 9 ta konvert bor. Chunki, 3 ta raund va 3 ta ishtirokchi, ya'ni 3 ko'ruvchi nechta? 12. Da, shuning uchun ham bizga 9 ta konvert kerak bo'ladi. Va endi bo'lmasam o'rtoqlar mana shu konvertlarning ichidan ketma-ketligini aralashtirib tashlagan holda sekin-sekin o'zimizga tushadigan eksperimentlarni tanlab olamiz. Va bizda shuncha konvert bor va bunchani tanlasardi. Xohlaganingni. Dayman shuni. Bo'ldi. Ochma. Va endi maqsud tanlaydi. Xo'p. Va men esa mana shu rovni o'rtaga tanlayman. Va endi bu konvertni ochib, ichidagi o'zimizga tushgan eksperimentlarni ko'rib olamiz. Day, men birinchi tanladim. O'shaning uchun men birinchi ochaman. Xo'sh. Va Sardorga tushgani bu 3. Demak, Sardorga birinchi raundda 3-eksperiment. Ya'ni mana shu eksperiment tushibdi. Va endi maqsud ochib ko'radi qo'ldagi konvertni. Va menga tushgan eksperiment bu va bu 5. Bu men yaxshi ko'rgan son va demak maqsadga 5-eksperiment tushdi. Va bu mana shu eksperiment. Va qani ko'ramiz, bu eksperiment o'xshaydimi yoki o'xshamaydimi? Va endi navbat men o'zimga tushgan konvert ochib ko'rishimga va bu konvertning ichidagi To'g'ri, men tavakkal etib ko'raman. Davaychi. 7. 7 deb o'ylaysan. Sanchi? 9 deb o'ylayman. Men o'ylashim bo'yicha 1 va menga tushgan son 1. Va demak menga mana shu eksperiment tushibdi. Va endi bo'lmasa navbat bilan sinab ko'rishga. Va endi navbat Sardorga tushgan eksperimentni sinab ko'rishga va bu eksperiment menga o'xshamaydi. Va buni hozir ko'ramiz. Men bu eksperimentda qanaqasiga sun'iy vulqon yaratishda ko'rsatib berar ekanman. Ya'ni moddalarni bir-biriga nisbatan bergan qarama-qarshi reaksiyasi. Buning uchun menga bitta stakan yog', rang va vitamin C va suv kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib stakanga yarmigacha suvni to'ldirib olaman. Xo'p, ana endi esa ikkinchi qiladigan ishimiz bu rang solishimiz kerak. Xo'p, qaysi rangga bo'yamoqchisan? Xo'p, vulqon o'zi sabzi rang bo'lgani uchun davayt sabzi rang solamiz. Ya'ni olov rang. Ha, olov rang. Bo'lmasam olov rang. Qizil-ku bu? Ana shu. Qizil solaymi? Ha. A bo'lsa olov rang deding. Yog' bilan keyin sabzi rang bo'ladi. Olov rang bo'ladi. Ana endi ikkinchi qiladigan ishimiz bizda yog' solishimiz kerak. Oy, o'rtoqlar ko'rib turganidek yog' alohida, suv alohida bo'lib qoldi. Ana endi hozir biz vulqon yaratishimiz uchun oxirgi ish, ya'ni mana bu vitamin C ni qo'shishimiz kerak. Hozir vitamin C ni qo'shsam, qanaqadir sun'iy vulqon bilan hozir ko'pik toshib ketadi, nimadirlar bo'lib ketadi. Va endi bo'lsa eng qiziq joyi, ya'ni Sardor o'sha vitaminni soladi. Va albatta solishdan like bosib qo'yinglar, uni o'qishni deb bo'lasizlar. Tayyormisan? Da. Hop, 3, 2, 1. Ket. Qani vitamin? Qaynoq. O'rtoqlar realniy ko'pmi ko'pirishni qara. Da ko'proq solib ko'ramiz. Qani qo'y hamma sol. Ket sol. Bo'l. Ko'pirishni qara. Va demak o'rtoqlar Sardorga tushgani o'xshar ekan. Hammalar endi like bosib qo'yinglar. O'zi vulqondek bo'ldi. Non qara tepada qara ham po'ng'ilot.
No, demak bu eksperiment real hayotda ham o'xshar ekan. Va endi bo'lmasam keyingi eksperiment tekshirib ko'ramiz. Va endi bo'lmasam albat men o'zimga tushgan eksperimentni sinab ko'rishimga va bu eksperiment bo'yicha men mana bu butilkani qo'yaman va Maqsud qo'ldagi qog'ozchani yoqib, ichiga solganimizdan keyin ustiga mana bu qaynatilgan issiqni tuxum qo'ysam, tuxum so'rilib qitib butilkaga kirib qolishi kerak ekan. Lekin mana hozir tushuntirib chiqarsanglar, tuxum ichiga kirishi juda qiyin, to'g'rimi? Qattiq udara bilan urish kerak. Lekin biz mana shu ishni qilganimizdan keyin tuxum pulib kirib ketar ekan. Va hozir biz mana shu eksperiment haqiqatmi yoki yo'qmi shuni sinab ko'ramiz. Bundan oldin lekin bitta hop. Ana endi ham to'shni o'xshaydi. Hop, qo'yib turamiz. Boshlanishi mana shu qog'ozchani yoqib, shu bakashning ichiga solamiz. Bakash yonib ketib qolsa-chi? Yonib ketsa ham ko'proq issiq beradi, tuxum tortishiga. Hop. Ichiga soldim. Davay, tezroq qo'ying. Uy! What? Nima bo'ldi hozir? Tuxum ichiga ko'rasam-chi nima kirdi? Shuncha zarar kirib ketdi. Biz hozir buni to'shni hammasi almashtirib ikkinchi marta sinab ko'ramiz. Va endi nima ikkinchi marta urinib ko'rishga shoshma urinishdan oldin bitta ketadi. Ana endi bunisi yanada yaxshiroq o'xshaydi. Va endi tuxumni qo'yamiz. Uy, o'xshatsa bo'ladimi buni? Da, bilasan, o'rtoqlar bu nimaga uncha o'xshamayapti deb o'ylayman. Chunki bu butilka emas, bakalashka. Lekin eksperimentni, ya'ni umumiy, ya'ni tepada turgan tuxumni pastga bunda so'lib olishni, ya'ni o'xshatsa bo'ladi. No, shunaqa qilib meni eksperimentimni o'xshatsa bo'ladi va men bu raunddan ball olaman. Va xushvayt o'rtoqlar. Albatta, like qo'yinglar. Chunki bunaqa eksperimentlarni men yoshligimdan YouTube'da ko'rib kelaman. Va men bularni sinab ko'rish, menga zavq beryapti. Va siz ham tomoshabinlarim men kabi zavq olishni xohlasangiz, hoziroq qo'lni yuqori knopkasini bosing va mening kanalimga a'zo bo'ling. O'zbekcha gapiramiz. Va ana endi eksperimentni tekshirib ko'rish navbati bu Maqsudga va Maqsud hozir o'ziga tushgan eksperimentni tushuntirib, keyin sinab ko'radi. Va menga tushgan eksperiment bo'yicha menga zajgalka bilan ruchka и gugurt kerak bo'lar ekan. Zajgalkani birinchi bo'lib men bu ichini ochib olib, mana bunaqa gaz chiqadigan joyga pastani quyishim kerak ekan. Yoqsam, bu mana bunaqa emas, baland bo'lib yonar ekan. Va ana endi bu eksperimentni sinab ko'ramiz. Ruchkani ochishni qilib sindirish va mana siyoh ham chiqdi. Ana endi zajgalkani uchiga biz siyoh tetkazishimiz kerak, ya'ni olov chiqadigan joyga. Mana tegdi. Va biz xuddi videoda aytilgandek qoldik. Va endi purs zajgalkani yoqsa, boyagidan ancha kattaroq yonish kerak. Va qani? Ye? Va yonmayapti. Uy, yondi lekin. Va menimcha o'rtoqlar hozir bu tashqarida bo'lgan uchun o'xshamayotgan deb shuning uchun ham ana endi kerak kiramiz. Kel, qani? Uy, da bo'lyapti. Oy. Demak o'xshadimi? Va demak shunda rostdan ham bu zajgalkani napori kuchaydi. Va demak, Maqsudga tushgan eksperiment o'xshadi.